Demak, dastlabki texnikamiz samosval Isuzu sotiladi. 2013-yil ishlab chiqarilgan motor, korobka, muz, resorlari Senje deyishyapti. Rama usilinda 7 ta baloni yangi, tormozni sistema kuzovoy, ko'rni ishlaydi. Qaycha silindrlar zavodskoy ideal holatdagi texnika deyishyapti. Manzil Samarqand viloyati, narxi esa $35,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Ikkinchi texnikamiz esa samosval Dongfeng, holat yaxshi, 2020-yil ishlab chiqarilgan, probegi esa 73,000 km yurgan deyishyapti. Isuzu'dan ko'ra ko'proq yuk oladi, bortlari ochiladi, ballonlar 80% kamchiligi yo'q, dizelda harakat qiladi. Rasxod esa 100 ga 12.13 ta deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil esa Navoiy viloyati, narxi 280 million so'm kamaytirib beriladi. Uchinchi texnikamiz esa yana bir samosval Isuzu sotiladi. Zavodskoy variantidan 2016-yil ishlab chiqarilgan, probegi 837,000 km yurgan deyishyapti. Holati zo'r. Pul zararligi uchun sotilyapti. Ishlab turgan texnika hujjatlarda ham muammo yo'q deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Toshkent viloyati, narxi esa $37,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Demak yana bir Isuzu avtomobilimiz sotiladi. 2013-yil ishlab chiqarilgan, holati zo'r, naqadu holatda, ballonlar ham 100% yangi, hech qanday xarajat yo'q, faqat minish kerak deyishyapti. Narxi $28,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Navoiy viloyati. Qaytaraman, narxi $28,000, aytilish narxi albatta kamaytirib beriladi. Navbatda esa yana bir samosval Isuzu sotiladi. 2011-yil ishlab chiqarilgan, metan gazlari bor deyishyapti, hamda qo'shimcha bitta propan gaz balloni ham bor deb ma'lumot qoldirishgan. Holati zo'r, 2011-yil ishlab chiqarilgan, ishlab turgan texnika. Texnikaning hujjatlari ham joyida deyishyapti. Narxi $23,000 aytilishi albatta yana kamaytirib beriladi. Manzil esa Farg'ona viloyati. Navbatda yana bir Isuzu samosval sotiladi. 2009-yil ishlab chiqarilgan, motor Senje, muzlar ham Senje deyishyapti. Ballonlar 70% atrofida, holati a'lo darajada, hujjatlarda muammo yo'q. Texnikaning o'zida ham muammo yo'q, kafolati bor deyishyapti. Narxi $28,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatdagi Isuzu avtomobilimiz ham sotiladi. 2015-yil ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, ishlab turgan texnika, motor korobkalari, hadovoylari ham zo'r. Ishga tayyor holatda deyishyapti. Manzil Farg'ona viloyati, narxi $35,000 aytilishi albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir Isuzu kompaniyasiga tegishli ushbu avtomobilimiz ham sotiladi. 2021-yil ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, probegi esa 80,000 km yurgan, o'ziniki halol deyishyapti. Ballonlari ham yangi, ishga tayyor holatda, hujjatlari joyida, narxi $70,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Andijon viloyati. Navbatda Isuzu avtomobilimizning yana shunday variantidan 2017-yil ishlab chiqarilgan, probegi esa 74,000 km deyishyapti. Holati a'lo darajada, metan gazlari bor, ballonlarning holati 80% atrofida, ishga tayyor holatda, kamchiligi yo'q. Narxi $49,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyati. Navbatda esa samosval havo avtomashinamiz ham sotiladi. 2023-yil ishlab chiqarilgan, 25 tonnagacha yuk oladi, 20 kubalik, ballonlarning holati 80% atrofida, hujjatlarda muammo yo'q. Manzil Toshkent viloyati, narxi esa $70,000 aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir samosval havo avtomashinamiz sotiladi. Ishlab chiqarilgan yili 2021-2022, 10 ta balloni ham 100% yangi deyishyapti. Yoqilg'i turi esa solyarka, probegi esa 135,000 km deyishyapti. Holati juda ham yaxshi, ishga tayyor, xarajati yo'q. Narxi 65 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Buxoro viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Bank nasiya naqd orqali ham savdo qilinadi. Navbatdagilar yana bir samosval havo avtomashinamiz sotiladi. 25 tonnagacha yuk oladi. Ishlab chiqarilgan yili esa 2020-yil, probegi 204,000 km, yoqilg'i turi solyarka, holati yaxshi, xarajat yo'q deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi $55,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Farg'ona viloyati. Navbatdagi samosval havo avtomashinamiz ham albatta sotiladi. 2023-yil ishlab chiqarilgan, holati juda ham yaxshi deyishyapti. Metan gaz ballonlar o'rnatib qo'yilgan. Shinalarning holati esa 60-70% atrofida, mashinaning hech qanday kamchiligi, muammosi yo'q. Olasiz, faqat ishlatasiz deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Buxoro viloyati, narxi esa $75,000 aytilishi albatta yana kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan.
Akalar, bugungi dasturimizga texnikalar shulardan iborat edi. Agar ushbu roligimiz sizlar uchun foydali va qiziqarli o'tgan bo'lsa, albatta qilayotgan mehnatimizni like tugmasini bosh orqali baholab ketishni albatta unutmang. Navbatdagi dasturlarimizda qanday texnikalarni ko'rishni istasangiz albatta kommentariyada qoldiring. Hozircha esa xayrlashamiz. Salomat bo'ling.